Sezon tanlamaydigan, har vaqt sotib olishga cho'mtagingiz ko'taradigan mevadan mazali pirog tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib masalliqlarni tayyorlab olamiz. Barcha mahsulotlarni uyimizga yaqin bo'lgan havasdan sotib oldim. Kerakli idishimizga 100 gram shakar, 2 dona tuxum, 150 gram saryog' yoki margarin, sut, vanilin qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. 350 gram elangan unga 1 choy qoshiq razrixitelni aralashtirib, tuxumli massamizga qo'shib xamir qoramiz. Katta va kichkina bo'lakka bo'lib 20 minutga xolodilnikka qo'yamiz. Yaxshi pishgan shiringina olmani qirg'ichdan chiqarib, kraxmal, shakar, limon suvini solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Katta zuvalamizni bo'lsa 22, bo'lmasa 24 diametrli qolipga solib, chekkalaridan devor chiqaramiz. Ustidan olmali nachinkani sovolamiz. Kichkina zuvalani ham yoyib, ustini xohishga ko'ra yasatib olamiz. Men xuddi shunaqa shakl beradiganni yurichaligini tanlab oldim. Ana endi nachinka ustidan xuddi videoda ko'rsatilgandek chiroyli qilib terib chiqamiz. Xohishga ko'ra boshqa shakldan yoki bo'lmasam oddiygina pichoq yordamida lentachala kesib, ustidan yasatib olsangiz ham chiroyli chiqadi. Tayyor pirogimizni 180 gradusda shpashka quruq chiqqunigacha taxminan 30-35 minut davomida pishirib olamiz. Qizlarjonlar, nachinka tayyorlayotganda suvidan yaxshilab ajratib olsanglar, pirogimiz nam bo'lib qolmaydi, ichlari ham yaxshi pishadi. Ham pisochni, ham yumshoq olmali pirogimiz ham tayyor. Video yoqqan bo'lsa like bosib, komment yozib, do'stlaringizga ham yuborib qo'ying.